Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Yaman xususiylari Isroil aviabazasiga gipertovushli raketada zarba berdi. Isroil G'azo sektorini o'qqa tutishni tiklashiga javoban Yaman xususiylari Negev cho'lida joylashgan Isroil harbiy havo kuchlari bazasiga Falastin 2 gipertovushli raketasida zarba berishdi. Al-Masirah telekanali bu haqda xusiylarga asoslanib xabar tarqatdi. Raketa nishonga yetib borganini ta'kidlagan xusiylar G'azoda qon to'kish to'xtatilmasa, Isroilga hujumlar ko'lamini tez orada kengaytirishlarini ma'lum qilishdi. 18-mart kuni Isroil Hamasga qarshi harbiy amaliyotni qayta boshlab, G'azo sektoriga havodan hujum qilishga o'tdi. Falastin yarashuv davrini uzaytirish va garovga olinganlarni ozodlikka chiqarish bo'yicha AQSh talabiga ko'nmagani sababli Isroil G'azoni qonga botirishni yana davom ettirayotgani aytilmoqda. G'azo sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, Isroilning G'azo sektori bo'ylab havo hujumlari oqibatida 230 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Ularning aksariyati ayollar va bolalar bor. 300 nafardan ortiq falastinlik jarohatlangan. Tramp Eronni yana ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp xusiylar hujumlari ortida Eron turganini aytdi va yangi hujumlar sodir bo'lsa, AQSh faqat Yaman armiyasiga zarba berish bilan cheklanib qolmasligini bildirdi. Xusiylar tomonidan amalga oshirilayotgan yuzlab hujumlar Erondan kelib chiqmoqda. Bundan keyin bo'ladigan har qanday hujum yoki javob zarbasi katta kuch bilan qarshi olinadi va bu kuch shu yerda to'xtab qolishiga hech qanday kafolat yo'q. Ular xusiylarga har bir qadamni belgilab beradi, qurol-yarog' va pul bilan ta'minlaydi. Eng zamonaviy harbiy texnika va hatto shunday deb ataladigan razvedka ma'lumotlarini yetkazib beradi. Bundan buyon xusiylar tomonidan otilgan har bir o'q Eronning qurollari va rahbariyati tomonidan otilgan o'q sifatida qabul qilinadi deb ta'kidladi Oq uy rahbari. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reformuz voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.